Bugungi kunda plastik chiqindilar ekologiyaning eng dolzarb muammolaridan biriga aylanib bormoqda. Shu bilan birga qishloq xo'jaligida hosil bo'layotgan chiqindilar hali hamon to'liq qayta ishlangani yo'q. Bugun ana shunday muammolarga innovatsion yechim taklif qilayotgan yosh startapchi bilan suhbatlashamiz. Avvalo loyihangiz haqida qisqacha ma'lumot berib o'tsangiz. Loyihamiz hozirgi kunda dolzarb muammo bo'lib kelayotgan, ya'ni plastik idishlarni kamaytirish maqsadida sholi qobig'idan, guruch kurmagidan ekologik sof toza bo'lgan bir martalik idishlarni o'rnini bosuvchi plastik idishlar ishlab chiqarish. Sholi qobig'idan idish ishlab chiqarish g'oyasi o'zi sizda qanday paydo bo'ldi? Qishloq xo'jaligi chiqindisidan iqtisodiy ahamiyatga ega bo'lgan bir martalik idishlarda ishlab chiqaramiz. Mahsulotingiz oddiy plastik idishlardan nimasi bilan farq qiladi? Asosan farqi plastik idish 200-300 yil davomida yerga tashlanganda chirisa, bu 9 oy davomida ozuqa bo'ladi yerga. Plastik idishni o'rnini bosa oladi. Sholi qobig'idan qay tarzda tayyor mahsulotga aylanadi? Sholi qobig'ini drobilkada mayda kukun shakliga keltiriladi va unga kraxmal qo'shiladi. Zichligi ortgandan keyin press holding, ya'ni bosma shaklda qolip asosida ishlab chiqariladi hozirgi kunda. Ushbu loyiha ekologiyaga qanday foyda keltiradi? Atmosferaga karbonat angidrid foizini kamaytiradi, ya'ni 70% gacha va 9 oygacha yerga o'g'it bo'lib ketadi, ya'ni chirib ketadi. Asosiy ekologiya foyda taraflari shu. Mahsulotingizning bozordagi istiqbolini qanday baholaysiz? Bizga guruch kurmagi qishloq xo'jaligidan keltirilganligi uchun bu bizga tekin va bozorda 3 barobar, 4 barobar arzonroq. Plastik idish hozirgi kunda 900 so'mdan 1500 so'mgacha bozor narxi, 250 so'mdan yog'i 500 so'mgacha ketadi. Bu inson salomatligiga zarari yo'q. Tabiiy xom yashovdan foydalanganimiz uchun inson salomatligiga ziyoni yo'q. Loyihani amalga oshirishda duch kelgan asosiy qiyinchiliklaringiz nimalardan iborat bo'lgan? Press holding, qolgan stanoklar, drobilkalar Xitoydan olib kelinganligi uchun mablag' tomonidan boshida muammolar bo'lgan. Hozir ham muammo bor. Buni biz asosiy Toshkentga olib kelmoqchimiz va bu yerdagi ishlab chiqaruvchilarga granula ishlab chiqaramiz, ularga sotamiz. Kelgusidagi rejalaringiz qanday? Ishlab chiqarishni kengaytirish, Toshkentdagi barcha plastik bir martalik idish ishlab chiqaradigan korxonalarga ham yetishtirib berish. Agar plastik bir martalik idishlardan foydalanish cheklansa, loyihangiz bozor talabini qondira oladimi? Albatta qondira oladi. Bizga qonuniy jihatdan buni ko'rib chiqilishi kerak. Hozirgi kunda plastik idishlarni ishlab chiqarish to'xtatib va bizga investitsiya agar ko'proq bo'lsa, buni Toshkentda rivojlantirib, zavodni kengaytirib, qolgan viloyatlarga ham granula yetishtirib berishning iloji bor hozirgi kunda. Eng avvalo hech qachon to'xtamaslik. To'g'risi startapda juda ko'p muammolar bo'ladi. Moliyaviy tomonlama, kimdir qo'llab-quvvatlamaydi. Menda ham shunaqa narsa bo'lganda, bizda startap juda ko'p. Endi hozirgi ishlab chiqarishda hozir bo'layotgan jarayon shu menda. Bugungi suhbatingiz uchun tashakkur. Ishlaringizda rivoj tilaymiz. Bunday tashabbus nafaqat chiqindilar sonini kamaytiradi, balki yashil iqtisodiyot rivojiga ham katta hissa qo'shadi.